Hamma kutgan xabar va nihoyat urush tugashi mumkinmi? Siz Turfa xabar kanalidasiz. Assalomu alaykum. Ushbu konferensiya dunyo diqqat markazida. Münxenda yana katta siyosiy signallar kutilmoqda. Politico nashrining yozishicha, bu yilgi Münxen xavfsizlik konferensiyasi Rossiya-Ukraina urushi bo'yicha muzokaralardagi murakkab vaziyatni yanada yorqinroq yoritishi mumkin. Konferensiyada Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy, AQSh davlat kotibi Marko Rubio, NATO bosh kotibi Mark Rutte, Fransiya prezidenti Emmanuel Macron va Buyuk Britaniya bosh vaziri Keir Starmer kabi yetakchilar ishtirok etadi. Biroq manbalarga ko'ra, konferensiyadan aniq siyosiy natijalardan ko'ra birdamlik bayonotlari ustunlik qilishi mumkin. Xabar qilinishicha, Washington, Kiyev va Moskva o'rtasida umumiy kelishuvga erishilmaguncha, Ukraina uchun uzoq muddatli xavfsizlik kafolatlarini rasman tasdiqlashga shoshilmayapti. Kelishmovchiliklarning asosiy nuqtalari o'zgarishsiz qolmoqda. Rossiya Donbass ustidan to'liq nazoratni talab qilmoqda. Ukraina hududiy yon berishlarga tayyor emas. Bu qarama-qarshilik muzokaralarni yanada qiyinlashtirmoqda. Shu bilan birga, kelasi hafta Qo'shma Shtatlar, Rossiya va Ukraina vakillarining yangi uchrashuvi rejalashtirilgan. So'nggi muzokaralarda sulh va demilitarizatsiya zonasi bo'yicha yaqinlashishlar kuzatildi. Biroq hududiy masala va G'arb harbiy kuchlarining ishtiroki eng qiyin mavzular qatorida qolmoqda. Zelenskiy Münxenda Rossiyaga bosimni kuchaytirishni va Yevropa bilan birlashgan pozitsiyani namoyish etishni rejalashtirmoqda. Havo mudofaasi tizimlari va qo'shimcha qurol-yarog' yetkazib berish masalasi ham kun tartibida bo'lishi kutilmoqda. Kuzatuvchilarning ta'kidlashicha, urush cho'zilib borayotgani sari Rossiya iqtisodiyotiga bosim kuchayib bormoqda. Ba'zi tahlilchilarning fikricha, Kiyevning strategiyasi vaqt va iqtisodiy bosimdan foydalanib, Moskvani murosaga keltirishga qaratilgan bo'lishi mumkin. Shuni eslatib o'tish kerakki, ilgari AQSh prezidenti Donald Trump ba'zi sohalarda diplomatik harakatlar sezilarli darajada kuchaytirilgan edi. Endi asosiy savol: Münxen konferensiyasi shunchaki bayonotlar uchun yana bir platforma bo'ladimi yoki u haqiqiy burilish nuqtasiga aylanadimi? Vaziyat kuzatilmoqda. Kanalga obuna bo'ling. Xayr.